Assalomu alaykum, hurmatli mas'ullar. Fuqarolardan tushayotgan navbatdagi murojaat mana ko'rishimiz mumkin. Ushbu video Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Nurli hayot mahallasidan bo'lgan mana ko'rishimiz mumkin. Mana to'g'rimizda malaka zavod, eski malaka zavod. Mana shu yerga qaysidir bir fuqaro tomonidan polietilen turba o'tkazib, mana ariqni ko'mib tashlabdi. Mana qancha davlatimizda o'zgarish, rivojlanishlar bo'lyapti. Fuqarolar nomidan murojaat Muzrabot tuman hokimligidan, Surxondaryo viloyat hokimligidan iltimos qilardikki, mana shu yer chamasi bir 250-300 metrcha chiqadi, bir 8-10 ta xonadon mana shu ariqdan suv ichadi. Mana shu hamma joylarda stolba ko'mish, yangi latoklar yotqizish, mana shu charchab qolgan ko'priklar, zavorlarni, ko'priklarni ta'mirlash to'g'risida prezidentimizning juda yaxshi sa'y-harakatlari bo'lyapti. Qarorlariga asosan barcha firmachilar, mas'ul xodimlar mana shunday fuqarolarga qulayliklar yaratib beryapti. Barcha mas'ul rahbarlardan iltimos qilardikki, shu Nurli hayot mahallasidan tushayotgan fuqarolar nomidan mana shu yerda ham qonun doirasida o'rganib chiqib, fuqarolarga qulaylik bo'lishi uchun mana shu yerga chiroyligina bir beton latok qilib, keyin firmachilardan ham yana bitta iltimos qilardikki, qilib ketgan ishlari hammasi chala bo'lib qolyapti. 5%, 10%, 15% ishlari chala bo'lib qolyapti. Shu firmachilar sal e'tibor qilib turba qo'yilayotgan joylarga turba, ko'prik qo'yilayotgan joylarga ko'prik qo'yib, fuqarolarga barcha qulaylik, qulay sharoitlar yaratib berishlaringizni so'rab qolamiz. Nimagaki chala qilgan ishlaringiz hech qaysi bir fuqaroga ham, davlat xodimlariga ham, amaldorlarga ham yoqmaydi. Ishni oxirisiga yetkazib, savobni olsang oxirigacha ol deganday, hamma ishni butunlaycha turba qo'yilayotgan joylarga turba, ko'prik qo'yayotgan joylarga ko'prik qo'yib, fuqarolar firmachilardan, davlat xodimlaridan rozi bo'lishlarini so'rab qolardik. Qonun doirasida o'rganib chiqib, tez kunlarda albatta amaliy yordam berasizlar degan umiddamiz. Bahor mavsumi har bir fuqaro agarotlarini suvlash kerak, kimdir pomidor, kartoshka, bodring ekkan. Barcha murojaatlarimizni inobatga olib, amaliy yordam berasizlar degan umiddamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.